Donald Trump esingizda bo'lsa, Eronga kelishish yoki Hormuz bo'g'ozini ochish uchun 10 kun vaqt bergandim. Vaqt tugab bormoqda. Ularning boshiga do'zax azobi yog'ilishiga 48 soat vaqt qoldi. Xudoga hamd va sanolar bo'lsin deya post qoldirdi AQSh prezidenti Donald Trump. Eron Pokistondagi muzokaralardan bosh tortgani yo'q, ammo Tehronni urushni to'xtatish shartlari tashvishga solmoqda. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchining so'zlariga ko'ra, AQSh ommaviy axborot vositalari Eronning muzokaralar borasidagi pozitsiyasini buzib ko'rsatmoqda. Eron Isroilning markaziy qismiga kassetali o'q-dorilar bilan zarba berdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ushbu hujum natijasida 5 kishi jarohatlangan, shuningdek, turar joy binolari va avtomobillarga zarar yetgan. Isroil armiyasining ma'lum qilishicha, kassetali jangovar qismga ega ballistik raketa aholi yashaydigan hudud osmonida parchalangan. AQShlik harbiylar Yaqin Sharqqa yo'l olayotgani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, ko'pchilik foydalanuvchilarning shov-shuvlariga sabab bo'lmoqda. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlariga tegishli S-17 transport samolyotlari ommaviy ravishda Atlantikadan o'tib Yaqin Sharq tomon uchmoqda. Ikkinchi to'lqin allaqachon Yevropa ustida bo'lib, Sharqiy O'rta Yer dengizi tomon yo'nalmoqda. S-17 samolyotlari qo'shinlar va og'ir zirhli texnikani tashiydi. Taxminlarga ko'ra, Trump Eronga qarshi quruqlik operatsiyasi o'tkazishga qaror qilgan va norozi generallar hamda amaldorlar esa oldindan chetlatilgan. Ozarbayjon Eronga 200 tonna insonparvarlik yordamini yubordi. Ozarbayjon ikki mamlakat prezidentlari Ilhom Aliyev va Mas'ud Pezeshkian o'rtasida telefon muloqotidan so'ng Eronga insonparvarlik yordamining yangi partiyasini jo'natgan. Eronda urib tushirilgan F-15 samolyotining ikkinchi uchuvchisini qidirish davom etmoqda. U tog'larda qayerdadir yashirinib yurgani aytilmoqda va uni topish uchun ko'ngillilar qidiruv guruhi yuborilgan. Tel Avivga yangi raketa hujumlari uyushtirildi. Eron hali ham Isroil va mintaqa davlatlarga raketa zarbalari berishga yetarli amaliy salohiyatni saqlab turibdi. Tehronning ko'p sonli aldamchi nishonlaridan foydalanayotgani sababli Eronning haqiqiy harbiy qudratini aniq baholash hali ham juda mushkul. Eron ommaviy axborot vositalari bugungi hujumlar oqibatida Mahshahar shahridagi barcha neft kimyo majmualarida elektr ta'minoti uzildi. Sodiq Va'da 4 amaliyotining 94-to'lqini amalga oshirildi. Unda sanoat va harbiy markazlar, shuningdek, Isroil qo'mondonlari va kuchlari joylashgan nuqtalar nishonga olindi. The Intercept nashri Pentagon Eron bilan urushdagi AQShning haqiqiy yo'qotishlarini yashirayotgani aytilmoqda. Nashr davosiga ko'ra, AQSh Mudofaa vazirligi inson va texnika yo'qotishlari ko'lamini ataylab past ko'rsatmoqda yoki to'liq ochiqlamayapti. Shu bilan birga ochiq manbalarda ham rasmiy raqamlar bilan keyinchalik chiqib kelayotgan ma'lumotlar o'rtasida farq bo'lgani kuzatilgan.